Bu dunyodagi eng katta bomba. Butun dunyo bombalarga to'la. Biz dinamitlar rekordini urmoqchimiz. Qani unda ketdi. Bolalar, bu sizlarning uylar. Yashirininglar. Mayli. Men tiqilib qoldim. Bolalar, men 25 ta tintani qo'ydim. Ko'ramiz, sizlar tirik qolasizlarmi? Tirik qoldinglar. Endi biz PewDiePie'ning uyidamiz. Bu yerda 50 ta tintani portlataman. 50 ta? Men sizlarning tirik qolishinglarni xohlayman. O'shaning uchun men sizlarga pul beraman. Naqd $100. Menga bu kerak. Ey, Karl, qara. Bolalar, tayyormisizlar? Menga farqi yo'q, boshlandi. Yaxshi. Ha, u o'ldi. Chelner o'ldi. O'xshadi. To'xta, Karl, sen qanday tirik qolding? Men bu yerga yashirinib o'rgandim, o'shadan tirik qoldim. Ushla $100 o'yinga ber. Mayli. Endi biz Lamborghini'damiz. Bugun men 75 ta TNT O portlataman. yo'q, men juda qo'rqyapman. Nimaga u yolib turibdi? Yo'q aka, sen oltin olmayadingmi? Ha, Chelner, endi sen shu qamoqda turasan. meni bu yerdan olib chiqinglar. Agar 75 ta TNTdan tirik qolsangiz, men sizning o'yingizga $500 beraman. Yo'q, mening o'yimga bu kerak. Qayerga kelinglar? Men bagajdaman. Yo'q. Farqi yo'q, TNTni qo'yib yubordim. 75 ta TNT, sizlar tirik qolasizlarmi? Bittasi tepamda turibdi. Nima? Ha, bu yerda tirik qolish imkoni yo'q edi. Hech kim tirik qolmadi. Men nima uchun o'ldim? To'xta, sen u yerda ham o'ldingmi? Chelner qamoqda ham o'ldi. Endi bu avtobusga 100 ta TNT portlataman. Qani ko'tarilarmikin? Qayerga yashirinmoqchisizlar? Men shu yerga. Menda bitta g'oya bor. Sen avtobusning pastga tushding. Sizlar tayyormisizlar o'yinlarga $500 yutib olishga? Men tayyorman. Kris, sal surul. Karl, nimalar qilyapsan, jinni? Men Krisni oyna orqali ko'ryapman. Men o'ldim. Hamma o'ldi. Ketdingiz. Agar tirik qolsangiz, oilaga pul beraman. Lekin agar o'lsangiz, jazo bor. To'xta, qanaqa jazo? Sizlar mildatsizlar. Buni hech kim yoqtirmaydi. Yo'q. Karl tepada, Chelner yoqtiradigan joyda. Kris, sen qayerdasan? Men joy topib oldim. Aha, orqasida ekan. 250 ta TNTga qarshi xalidinlik. Nima ko'ryapsiz? Yo'q xudoyim. Yo'q xudoyim. Karl, sen o'lding. Karl o'ldi. Men tirik qoldim. Chelner tirik qoldi. U mening ustimga tushib qoldi. Nima qilishim kerak edi? Bunchalar ko'p. U tilimga yopishib qolyapti. Endi biz juda ham katta qurilishdamiz. Bu qurilish joyida 40 ta TNT portlataman. Bo'ladimi? Davay. Agar bu yerda tirik qolsangiz, Xbox 1 ni beraman. Nima rostdan bu menga juda ham kerak. Va o'yingizga $1000 beraman. Ketdik. Lekin men yashirish uchun 5 sekund beraman. Davay. 5, 4, 3. Men zerikdim, ketdi. U mening oldimga tushib qoldi. Yo'q. Men o'ldim. Bolalar, sizlarga Xbox yoqmaydimi? Bolalar, juda ham katta bo'lgan samolyotga xush kelibsiz. Men sezmadim. Men bu yerda 1000 ta TNT portlataman. Agar sizlarning uchalangizda bittangiz tirik qolsa, o'yingizga 5 tashiman. 5 tashiman deganda $5000 haqida gap ketdi. Jimin, biz seni Discordda eshitib Men o'tirmiz. $5000 deganda 5 tashishni nazarda tutdim. Ey, svetni yoqing, men oyimga pul ishlab topmoqchiman. 1000 ta TNT. Ular oldimda turibdi. Agar tirik qolsangiz, o'yingiz boy bo'ladi. Men deyarli to'g'ri tirik qoldim. Yo'q. Menda o'xshadi. Samolyot portlab ketdi, sen tirik qoldingmi? Ha. Mayli, o'sha $5000. Men rostdan ham bu videodan keyin o'yinga $5000 yutgan aytib qo'yaman. Endi Chelner piramidasiga xush kelibsiz. Endi orol emas, bir boshli piramida. Bu juda ham qiyin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bir popga to'la pul. Bilavering, bu yerda $5000 dan ko'p bor. Qancha pul bor? Bilmadim, prosta ichiga pul olib qo'ying bo'ldi. Menga yoqyapti. Ko'p gapiravermasdan, qani tirik qolish uchun harakat qilinglar. Men tayyorman. Men yashirindim. To'xta, sen tepada yashirindingmi? Ha, Menga farqi yo'q. Unday bo'lsa boshladik. Davay. Men tayyorman. Bo'ldi, unday bo'lsa boshladik. yo'q xudoyim. Yadrni bomba. Nima? To'g'ri, mening boshimga tushib kelyapti. Yo'q. Yo'q, men suv qo'yishga o'rganmadim. Tirik qolay. Ha! Mening pullarim. Davom etamiz. Endi men shu bilan o'ynaymanmi? Endi 100 ming ta TNT portlatamiz. Bu qasr yo'q bo'lib kelsa kerak. Agar bu yerda tirik qolsa, dadasi uchun bir chemadan pul. Bo'ldi, yashiringlar. Men juda ham zo'r joyga yashinaman. Bular TNT-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun suvga sakrayman. Bo'ldi, men o'lmayman. O'yla, agar portlaganda men oldiga sakrab suv bilan tirik qolaman. Enishtaning kallasi ham bunaqa emas.
Tayyorman. Bo'ldi, unday bo'lsa boshladik. Hamma o'zini joyiga aytsak. Men kichkinaga teshikka yashirib oldim. Men qo'ldaman. Bomba tushdi. Bu juda ham kuchli bomba, o'shancha 100 mingta TNTning joyini olib bosadi. Men 100 mingta TNT bo'lagandim. Bizda tirik qolish imkoni umuman yo'q. Nima? Bu yerda qanday qilib tirik qolish mumkin edi? U juda ham katta portladi. U bitta qasrni yo'q qilib yubordi. Bitta qasrni bizni yashab qolish imkonimiz yo'q edi. Men bu yerda millionta TNT portlashim kerak. Lekin bu oddiygina joy emas. Butun boshli shahar. Esicha bu GTA 5 o'yindan topilgan kart. Oldingizda bir popga pul berilgan edi. Endi bir akvarium pul beriladi. Menga baliqlar yo'qadi. Menda faqat pul bor. Qani unda baliqlar? Chandler, sen qayerga yashirmoqchisan? Hali topmadim. Men o'zi bordim. Tepaga qaranglar. Qora tuynik. Nima? Nima? U pastga tushyapti. Tugadinglar. Yo'q, men tirik qolaman. O, u pastda. U yerni yo'q qilib tashlayapti. To'xta, Karl, sening rejang ish beradigan o'xshayapti. Yo'q, meniki ishlamaydi. Yo'q. Men radiatsiyadan o'lib ketdim. Men tug'ildim va o'ldim. O'lishga davom etyapmiz. Biz qayta o'lyapmiz. Bu juda ham dahshat. Umuman tugamayapti. O, bo'ldi. O, bak bo'ldi. Nima? Yo'q. Yo'q, bedrock sinib ketdi. Nima? Bedrock sindirib bo'lmaydi-yu. Bola, hozir sizlar 10 mingta TNTning ustida turibsizlar. Men buni junda o'ylagandim. Yutgan odam bir sumka to'la pul oladi. Aytib qo'yay, pul eng oxirida qolgan odamga beriladi. Oho, menda qotishni boshlayapti o'zi. Menda qotib qoldi. Voy, menda vashchi qotib qoldi. Menda vashchi. Kris o'ldi. O, men o'ldim. Nima o'lyapti o'zi? Ha, Karl bilan Chandlerning oldiga boryapti bomba. Yo'q. Men tepadan emasman, o. Mana bu bombalarning portlashini qaranglar. Yo'q, meni qo'yib yuboring. Menda qotib qoldi. Lekin aniq Kris o'lib qoldi. Mening o'ylashimcha serverlar buncha bombani ko'tara olmashdi. Salom, Karl. Salom. Oldingizda ikkalang tirik qolding. O'shaning 10 ming dollarni kim yutib olishini hal qilib olaylik. Kim bo'ladi? Albatta men. Agar Karl bilan Chandler yashil jo'nni tanlashsa, 5 ming dollardan bo'lish bo'ladi. Agar bittasi yashil, bittasi esa qizilni tanlasa, 10 ming dollar qizil olib oladi. Agar ikkalasi ham qizil bo'lsa, 0 dollar. Endi nima qilasan? Sen Chandlerga ishonasanmi? Men bilmadim. Nima qilsam bo'ladi? Mayli, men unga ishonaman. Nima? Sen unga ishonasan? Men Unga ishonaman. Karl, nimani olasan? Ajralish yoki o'g'irlash? Men sizlarni do'stlar deb o'ylagandim. Agar u yashil blok, sen esa qizil blokni tanlasang, senga 10 ming dollar yutib olasan. Unda bo'lsa men qizil bo'lib qani ketdik. Men devorni olishimdan oldin nima deb o'ylaysan? Chandler nimani tanlagan? Men unga ishonaman. Okey, unda bo'lsa boshlandi. Karl, afsusdaman. Chandler sendan 10 ming dollar o'g'irladi. U meni aldadi. Mana 10 ming dollaring. Oho, men buni o'sha. Ey. Mayli, o'rtoq, mana men buni ham shu. Mayli, xafachilik yo'q. Videoni oxirida butun dunyo TNT bo'lganida qanaqa tugatsak bo'lar ekan-a? Juda ham zo'r bo'lsa kerak. Albatta 2-3 ta toshbaqalar bilan birgalikda yondiramiz. Musiqani boshlaylar. Server portladi.